Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yil 19-oktyabr sanasida olma behilarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Hozirgi kunda eksportda chaqqon hamda eng yirik bo'lib turgan behilarni qatoriga kiradi. Kamerani yaqinroq olib kelinglar. Mana bir dona behimiz 760 gram chiqyapti. Bu degani xudo xolasa mana shu uchalasi 2 kilo bemalol chiqaveradi. Buni ko'rsatishdan maqsad xudo xolasa bu yoqda mana ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Ko'chatlar holatini ko'rib turibsizlar, mana barmoqlarning holatidan bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'ylari ham mana odamlardan baland bo'ldi, odamlar qatori bo'ldi. Bu yerda 10 ming, 15 ming dona behi ko'chati bor. Bu tomonlarda mana nok ko'chatlari ham bor. Bizda faqat olma, behi, nok unaqa emas, 50 dan ortiq mevali ko'chatlarda turlari, navlari bor qadrdonlar. Mana kamerani olib kelingda baqa. Uchalasini ham bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Xohlasa bu taroziga turib bersa ham bo'ldi. Ha, kelingchi mana. Salkam 13 gram kam 2 kilo bo'lyapti qadrdonlar. Mehnatlarga bittadan laykni bosamiz. Behi bog' qilaman degan tanishlarga videoni tashlab qo'yinglar, albatta ishonchli ko'chatlari bog'bon bo'ladi bular. Salomat bo'linglar.